asosiy hech qanday hujjatlari bo'lmagan, sifatga kafolatlanmagan tibbiy dori vositalarini sotmoqchi bo'lgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatib qolindi. Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati vakillari bilan hamkorlikda Toshkent shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar asosida kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi avtotransport vositasi Uchtepa tumanida to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport salonida xorijda ishlab chiqarilgan, tegishli hujjatlari mavjud bo'lmagan, qiymati 25 million so'mlik 15 quti dori vositalari borligi aniqlandi. Shuningdek, Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasi tezkor xodimlari Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar boshqarmasi vakillari bilan hamkorlikda Sirdaryo tumanida ham navbatdagi tezkor tadbir o'tkazishdi. Sotilish taqiqlangan. Tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan avtomashina to'xtatilib, ko'zdan kechirildi. Ko'rik jarayonida esa avtomashinadan muomalada bo'lishi cheklangan 4090 dona dori vositalari topildi va vaqtincha saqlovga olindi. Navbatdagi tadbir esa ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent shahrining Chilonzor tumanida o'tkazildi. Kuzatuv ostidagi avtotransport vositasi avtoturargohlarning birida to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida uning yukxonasida xorijda ishlab chiqarilgan va hech qanday hujjatlari bo'lmagan 8 turdagi jami 244 quti dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Ashyoviy dalil sifatida olingan mazkur dori vositalarining dastlabki qiymati 73 million so'mni tashkil etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ushbu dori vositalari asosan isitmani tushirish, jigar kasalliklarini davolash, surunkali virusli gepatitni nazorat qilish, shuningdek, oshqozon kislotasi bilan bog'liq turli xastaliklarni bartaraf etishda qo'llaniladigan preparatlar toifasiga kiradi. Ularning noqonuniy ravishda muomalaga kiritilishi esa aholi salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirish bilan birga farmatsevtika bozorida halol raqobat muhitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.